to'rtta 79 ta xonadonni axlati menga tushyapti. Qayerga boray bolam? Siz birinchi qavatda yashaysiz. Mana birinchi aybim meni bir ko'chada yashashim bolam meni. 4 ta yetimimmi? Eng kattasi 15 yashar, qolgani 5 yashar bolam. Hammasini boshqa yoqlarga jo'natib yashab, bitta o'zim yashab yotib yuribman bolam. Bu axlatdan. Hech odob bo'lmaydi bu axlat. Necha yillar bo'ldi, qilmagan murojaat joyimiz qolgan yo'q. Podvalda shunaqa bo'ldi. 1 metrcha suv bo'ldi bunda. Axlatlari bilan-da kanalizatsiya tushdi-da shunda. Toshkent shahri Yangi Hayot tumani Charog'on mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi aynan mana shu ko'p qavatli uy yer to'lasidan chiqayotgan badbo'y hiddan qiynalayotgan aholi millarga murojaat qildi. Biz ushbu murojaatni o'rganish uchun manzilga yetib keldik. Fuqarolar so'zlarini, ularning dardlarini esa yuqorida eshitdingiz. Kirasizsiz? Kadr kerak-ku. Bu eng tuzalgani, naryoqlarga o'tib bo'lmaydi bola. Faqat va'da berishadi, gapirsa do'mi qarzi bor deyishadi. Yer to'lanichi kapital remont qilishmadi. Pul to'layapmiz jekka. Jek ish narsa qilayotgan joyini o'zi. Oyma-oy to'lanasiz. Oyma-oy to'layman. Hozir mikrofonda edi. Endi ustimda kelganimdan beri mana shunaqangi hasharotlar hamma joyda bezor qilardi. Endi aholining dardini tushunyapman. Ochig'i bu yerda turish shunchalik qiyin bo'lyaptimi? Yashashi bilmadim. Tasavvur qilavering. Bu qurilgandan beri hali polni kanalizatsiya almashmagan-ku. Boshqaruv servis kompaniyasi xodimlari hamda aholi o'rtasidagi nizo ko'rib turganingizdek avjiga chiqyapti. Biz bu nizoni avjiga chiqishini emas, shuni bartaraf etish uchun manzilga kelgan edik. Hozir hammasini yaxshilik bilan hal qilishga harakat qilib ko'ramiz. Ikkinchi etajda yashayman. Har oyda to'laymiz, vaqtida to'laymiz. Nimaga hozir mana boshqaruv servis kompaniyasi xodimlari qarz to'lamasa biz aybdor emasmiz-ku. Bitta o'zim отвечать qilaversam 79 ta xonadon bo'ldi. Bitta men отвечать qilaman. Sababi nima? Birinchi etajda yurgan aybim meni, yashaganimni bolam meni. Hali yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aholini qiynayotgan bu muammo qachon bartaraf etiladi? Biz mas'ullarga yuzlanamiz. Domda o'zini ancha yillardan qarzdorligi bor. Hozir kecha kunduzda ham 110 million qarzi bor-da. Lekin shunga qaramasdan, lekin qanaqa shikoyatlar tushsa bartaraf qilyapmiz. Buni qilmaymiz emas, buni qilamiz. Imkoniyat darajasida qachon tezroq bartaraf etsa bo'ladi Barno opa? Mana shu 3 kun 4 kun ichida o'sha bartaraf qilinadi. 3-4 kun ichida yerto'ladagi muammoni bartaraf etsangiz sizga rahmat aytaman. Lekin mana baribir qarang o'sha hasharotlar, hamma narsa. Demak, ushbu holatni millar o'z nazoratiga oladi. Biz manzilga albatta qaytamiz. Umid qilamizki, mana berilgan va'dalarga ishonib aytamizki, o'shanda bizni natija bilan qarshi olishadi.